Xorvatning dasturi nomli kitobda mundaq bir hikoya bor. Bir katta boy Nyu-Yorkka bir yig'inga keldi-da, bu Nyu-Yorkga isil bir cho'ng Washington daju deganda yotadi ekan. Har kuni atigini mehmonxonadan nashligini qilib, shu yig'inga menib chiqqan vaqtdan o'zida qarasam, mehmonxonaning oldida bir qalanda bo'rdinim qilib, mana mehmonxonaga qarab xiyol surib yotar ekan. Kunni qarasa bu shunday yeyib, kulib turib mehmonxonaga qarab davaslar yetib ketar ekan bu. Shuning bilan bu boy bundan hayronlik his qilib, bir kun bu qalandan oldi kelib pul urib, shuni bilan buni so'raydi ekan. Bu sen har kuni mana mehmonga qarab o'zingni xiyol surib kulib ketar ekansan. Maşında yatırken bu neymiş ben hayran qilib seni so'rg'il keldim degandan keyin qalanda bir tinib o'tib deydi. Mening hech nimam yo'q. Ya bir urug' tuqqunum, xotin balam, ya pulum, ya uyim hech nimam yo'q. Lekin qarasam bu mehmonxona shunchalik hashamatlik, shunchalik isil katta. Mening hozirgi orzuyim umrimda mush mehmonxonaga kirib, mush mehmonxonaga bir kech yetib olsam azoda rahat. Ömürlük arzuyum şuti, onu ki ölüp kessem meyliti. Endi kirip yataytsam bunun harbisi iqtisadim yar vermeydi. Şu müşahede oturup xiyal sürmem. Gündüz müşte xiyal sürsem keçsi düşümde müşte mehmonxonaga yetip tush görmemen. Şunun için müşünde qilmaya deydi. Şunun bilan bu bay bunu anlap naati kulib ketdi-da. Şunun bilan bir yaxshilik qilib baqayman ömrümde. Bu qalandan mush mehmonxonaga bir oylikni o'rinlashtiribdi, eng kat yotig'iga bir oylik pulni oldin to'lib etib yotqin deb o'rinlashtiribdi. Bu qalandam nayt xo'sh bo'lib ketibdi. Endi bu qalandaning bu xo'shalligini ko'rib bu boymi nayt mamnun bo'libdi-da, o'zini katta bir ish qilayotgandek his qilibdi. Bir haftadan keyin bu Nyu-Yorkdagi bu yig'inmi oxirlashibdi. Shuning bilan bu boy endi qaytay deb Doktor qaytishning oldida mush qalandaning hissiyotini bir tushunib baqay. Mana bir ko'rishib, bu men qanday rahmat aytdi, qanday huzurlandi, anan keyin ketay deb qarsa, yotoq yo'q. Bu qalanda yotoqni qaytirib etib, eliq oldiki o'zining eski bo'rsida yen qarab yotgan. Shuning bilan bu boy qattiq har xil narsalarni xiyol qilibdi. Berib so'rabdi bu qalanda, bu nima bunday qilding, sening yetish orzuying bor desa, bu qalanda debdiki, men mush eski palizimda yetib uxlagan vaqtning o'zida kechsi tushimda osh mehmonxonaning katta lo'mlam karavotida yotgandek shunday huzurli uxlaydim. Tushimda shuni ko'rdim. Lekin men mush mehmonxonaga sizning yordamingiz bilan kirib shu yerda yotgan kundan boshlab tushimda o'zimning mush eski palaz yotgan vaqtimdan tushaydigan bo'lib qoldim. Nayt qo'rqinchli gap o'chish kechalari cho'chib talab o'g'nib ketaman. Faqat yaxshi uxlayolmadim debdi. Buni anglab bu boymi cho'nqur xiyolga ketibdi va hayotidagi bir qism ishlarni deb tushungandek, uni javob topgandek bo'libdi. Mana bu Xorvatning dasturi, ya'ni Xafu Jashun bevosita tarjima qilsak Xorvatning oila tarbiyasi. Mushniki bir kichik bir hikoya. Mushni anglagandan keyin his qildinglarmi? Nimish Xafu Jashun degani men Xorvatning dasturi deb turib olganman. Bu Xafu Jashun mushunda qaltis hikoyalar, turmush savotlari, nurg'un psixikalik, falsafalik bilimlar va intayin katta kitob. Kitapni ostidagi seri qarab qo'yib qo'ydim. Bas 39 qo'y, yoqtirgan do'stlar setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.